Orqamda vodiy bo'yicha sotuvda yagona bo'lgan avtomobil turibdi. Bu Avatar 06, narxini videoni oxirida aytaman. Bu avtomobilimiz Spectre mas'ul, lekin eshikni o'zi ochadi ham, yopadi ham. Avtomobilimizda 25 ta kolonka bor. Faraz qilishinglar uchun 4 ta Malibuga yetadi. Ho'jaka, shunday leykalarini rosa shilib o'rgim kelyapti, lekin nomard ishi bo'lib qoladi-da. Bu avtomobilda 11 ta kamera, bitta lidar, 3 ta millimetroviy radar va 12 ta parktronik bor. Bu mashinada bir narsani ko'rmay qolish, bilmay qolish, sezmay qolish imkonsiz. Bu avtomobilimizda pnevma bor, toqqa chiqib ketayotganingizda ko'tarib olasiz, shahar ichi surib yurganingizda cho'ktirib olasiz. Hurmatli do'stlar, avtomobilimiz narxi 627 million so'm. Bo'lib to'lashga ham kelishaveramiz, narxga chegirmasi bilan baraka ham qilaveramiz. Eslatib o'taman, boshqa salonlarga borib, ovora bo'lib istab o'tirmanglar. Vodiy bo'yicha faqat bizda. Avtosalonimiz aeroport tomonidan kelishdi. Qumbozorda svetoforga 500 metr yetmasdan o'ng qo'lda joylashgan. Hammanglarni kutib qolamiz.